ko'rganim yo'q. Endi birinchi marta o'zi detskiy analizm bo'lishi uchun ham o'sha yerga olib borib shu narsani his qilishi uchun ham sabab bo'ladi. Nima sabab bo'lishi mumkin? Выделениyalar bo'ladi. Parazitlardan keyin, gijjalardan keyin ham mana shunaqa holatlar paydo bo'lib qolishi mumkin. Выделение qachon bo'ladi? Hozir ham выделенияsi bor. O'zingiz bilan sochuvlaringiz yonma-yon tursa, kir moshinaga solsangiz kiyimlarni, ayniqsa ichki kiyimlarni solsangiz, basseynga borgan bola bo'lsa, 1 yilda 5-6 marta masalan oddiy shamollash o'tkazadi, antibiotiklar oladi, ana undan keyin qichishlar bo'lishi mumkin. O'shani hisobiga birinchi marta demak qo'lini o'sha yerga olib bordi bola. Yoki bo'lmasa mana bunaqa qirralarga ishqalashi, o'yinchoqlarga yoki yerga yotib olib qilishi mumkin shu narsani. Hozir ham tashqi jinsiy lablarda ko'rsatdim, qizarib yotibdi. Kontaktni dermatit deymiz. Nimadan bo'lishi mumkin? Sovunidan bo'lishi mumkin, ishlatayotgan narsangizdan bo'lishi mumkin. Gijjadan keyin bo'lishi mumkin, и выделенияsi. Hozir mazokni oldik. Bitta uzi qilib berasiz, suv bormi yo'qmi matqani orqa devorida o'shani ko'rib beradi, suyuqlik bor yo'qligini. Men hozircha bitta krem yozib ketdim. 7 kun o'shani surib turasiz. Ertaga mazokni atveti chiqadi, qolganini ko'ramiz. Siz menga gijjani to'g'ri tekshirib beradigan joyi tekshirib turasiz. Tez unutib yuboradi. Buni endi u yoshda masalan psixologlarga olib bora olmaymiz. Detskiy analizmda psixolog, nevropatolog, detskiy ginekolog birga ishlashi kerak. Endi bu 5 yosh-ku, buni yoshida shunaqa birga ishlashi kerak. Kichkinaroq bo'ladigan bo'lsa, nevropatolog, detskiy ginekolog birga ishlaydi, chunki o'sha qirralarga ishqalashi, o'sha qichishga bezovtaligini ham baribir topish kerak sababini. Ana o'shanda yo'qoladi, lekin buni yoshida unutishi ozgina qiyinroq bu narsani.